Assalomu alaykum jigarlar, yana ishni boshlab oldik. Sizlar uchun yangi ishlarni chiqarishni boshlaymiz, xudo xolasa. Oyiga $2200 dan kimki ishlamoqchi bo'lsa, Moskva Podmoskva territoriyasida shu videoga birdonadan laykni bosing, обязательно shu videoni do'stingizga tarqatib qo'ying. Kommentariyaga o'tib omad so'zini yozib qo'yish esdan chiqmasin. Ancha vaqtdan beri, где-то bir 10-15 kundan beri ish chiqarmayapti edim. Mana sizlarga yana yangi ish chiqaryapman. Oblast город Podolskiy, Moskovskiy oblast город Domodedovo va Moskovskiy oblast город Kashira. 3 ta joyda ish bor. Водитель штабелер kerak, грузчик kerak, komplektovщик kerak. Jigarlar, videoni to oxirigacha ko'ring, обязательно laykni bosib do'stingizga tarqatib qo'yish esdan chiqmasin. Водитель штабелерlarga $2200 oyiga. Grafigi 6 ga 1 oyda 26 ta smen ishlaysiz, $2200 olasiz. Yotoq joy, forma, transport, trudовой договор, 2 mahal ovqat hammasini qilib beradi. Undan tashqari oyliklari bez zadeshka har 15 kunda beradi va har hafta avans bor. Jigarlar, bunday ishni qo'ldan boy bermanglar, marhamat kelinglar, ishga joylashinglar. Hozirchasiga 5 ta водитель штабелерga ish bor. Kimniki opiti bo'lsa, pravasi bo'lsa, marhamat kelib joylashsalaring bo'ladi. Bu Moskovskiy oblast город Domodedovoda va Kashirida 2 ta joyda. Moskovskiy oblast город Podolskiyga komplektovщикlar, zakaz yig'adigan odamlar kerak. Молочный склад Danonga smenasi 4400 rubldan. Yotoq joy, forma, transport, trudовой договор hammasini qilib beradi. Obed pulingizni ham kompensatsiya qilib beradi. Kimgaki ish kerak bo'lsa, marhamat ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar, kelinglar ishga joylashinglar. WhatsApp, Telegram, Imo, messenjerlarga aloqaga chiqishlaring mumkin. Kelib ishga joylashsalaring bo'ladi. Kanalimda kuzatishda davom etinglar, like bosib shu videolarimni tarqatib qo'ysalar, kommentariya yozib mana shu videoni tarqatib qo'ysalaring, xudo xolasa sizlarga yangi ishlarni chiqarishni boshlayman. Rahmat, videomizni to oxirigacha ko'rganlaring uchun sog' omon bo'linglar, Alloh panohida bo'linglar.